Hammaga salom do'stlar, bilan massam. Xullas do'stlar, bugun maktabga borishimiz kerak do'stlar. Men bugun juda ham xursandman. Sababi yangi kiyim oldim va maktabga o'shani kiyib bormoqchiman. O'z hosiliga ko'rsatib o'taman. Mana maktabga shuni kiymoqchiman. Yorqinga yoqsa kerak, u ham olaman deb yuruvdi. Mana menimcha yaxshi. Xo'p, sumkalarni tayyorlayman va maktabga olg'a. Sumkalarimizni olib tayyorlaylik. Xo'sh, ikkita kitob va ikkita daftar va nazoratchilar ham bugun bo'lishi kerak va kalit va pul. Pulimiz mayli o'zimizda tursa bu zajигалка mana. Xo'sh, endi ketdik. Dadam pul berarmikin menga? Dada, salom. Men maktabga ketyapman. Pul berasizmi? Ha, shkafdan o'g'il. Hop, har doimgidek. Yo'q, bu yerda emas ekan. Mana u. Mana. Rahmat dada. Xo'sh, ozgina bu narsa bo'lishi kerak. Gamburger tayyorladim. Hozir ozgina yeb olaylik. Mana ana bemalol va qornim ham yaxshigina to'ydi. Xo'sh, kalit. Bu pul. Kalit. Mana bo'ldi, ushladim. Qolgan narsalarni solamiz. Kalit, pullar va bu. Tayoqchani nima? Ana u berri hujum qilsa deb oldim. Xo'sh, endi yuguramiz. Yaxshi, yuguramiz. Maktabga meni yorqin kutib turgan bo'lsa kerak. Ana u yerda kim? Do'stlar, nimagadir tanish ko'rinyapti. O, Yorqin, salom. Kim bilan gaplashyapsan? Bu yoqqa o'tchi. Hey, Yorqin, bu kim? Yoki birorta tanishingmi? Yuziga qaramadingmi? Axir bu mashhur youtuber Rederku. Nima Reder? O, Reder. Salom Reder, men sen tanishgandan xursandman. Bizning maktabga keldingizmi? Ha, nafaqat keldi, balki o'qish uchun. Ha, tushunarli. Sizlar tanishmisizlar? Ha, hozirgina tanishdik. Tushunarli. Yorqin, bu yerga yur. Yo'q, xullas nima qilamizmi? Tepaga chiqamizmi xonaga? Ketdik, chiqamiz. Yuringlar, Reder. Biz Yorqin, yur. Keyt do'stlar, men mayli hech nima bo'lmagan deb o'taman. Lekin unga maktub berganim yoqdimikan? Mayli, nimadir qilish kerak. Keyt oldiga tushaymikan? Mayli. Keyt bilan gaplashaman. Salom, Keyt. Salom, Seb. Nimalar qilyapsan? Tinchmisan? Ha, tinchman. O'zingchi? Ha, tinchman. Xo'sh, darsga chiqmaysanmi? Hozir chiqaman, dugonam bilan gaplashib olay. Hop. Mayli. Voy do'stlar. Mayli. Hozir chiqamiz. Dars gap qoldimi? Ha, ozgina qoldi. Yaxshi, mayli. Yur, hojatxonaga kirib chiqaylik. Yorqin, ana u Reder qayerga yuvib qoldi, bilmaysanmi? Yo'q, bilmadim. Bir soatda oldimizda o'tiruvdi. Undan keyin yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Eshitdingmi? Nimadir to'qilladi. Ha, men ham eshitdim. Mana shu yerdan keldi, hojatxonalardan. Yo'q, hech kim yo'q. Bunisida hech nima yo'q. Bu nima? Qanday g'alati blok? Mayli. Bu yer qoldi faqat. Reder. Va mana Reder qayerga yo'qolgan ekan? Uni qamab qo'yishibdi. Voy, rostdanmi? Qara o'zing. Mana Reder turibdi, mana. Ko'ryapsanmi? Bolalar, yordam bering. Ha, nima bo'ldi? Sekinroq gapiring.
Xullas, meni bu yerga qamab qo'yishdi. Kim va qachon, nima uchun qamadi? Bilmasam, shunchaki bu yerga yuz qo'lim yuvgani kirgandim va ortimdan ikkita, 3ta bola kirib, urib tashlashdi va ichkariga qamab qo'yishdi. Ularni ko'rdingizmi yuzini? Yo'q. Yuzi esimda yo'q, lekin kiyimi esimda. Ko'k rang kiyimli va oldida ikkita oq kiygan bola bor edi, oq kiyim kiygan. Ha, tushunarli, demak oq kiyim kiygan bolalar. Bu kimligini bildingiz, Yorqin? Albatta, bu Berri. Ha, albatta, Berri kelgani. Xafa bo'lmang, Redder, u bizni ham ko'p urgan. Xohlasangiz bizani guruhimizga qo'shiling. Mayli, guruhingizga qo'shilaman, komandangizga. Yaxshi bo'lmasa ketdik, Yorqin. Xo'sh, pastda gaplashib olsak yaxshi bo'lar edi. Xullas, Redder, o'shalardan qasos olishni xohlaysizmi? Sizni urganlardan. Ha, xohlayman. Tushunarli. Yorqin, ancha avvalgi seni urib tashlagan alamlarni olishni xohlaysanmi? Ha, meni ham koridorga o'tkazib urib ketishgan, o'zlarim qo'nib yotgan yaramaslar. Mayli, birga qasos olamiz. Unda qanaqa payt ko'rsak bo'ladi? Redder, menga telegramingizni, mayli, telefonim uyda qolib ketibdi, jin ursin. Ha, mayli. Xullas, Yorqinga telegramingiz bersangiz, birga guruh ochamiz, 3 kishilik bo'lsa ham o'sha yerda gaplashib olamiz, rejani tuzamiz. Ularni biz urmaymiz yo boshqa qilmaymiz, lekin haqoratli so'zlar qog'ozlarda yozib ketamiz yo devorlargami, mayli, nima deysizlar, yukida jig'larga tegamiz. Ular bizni ura olishmaydi va direktor ko'rib qolsa, urishqoqlarni maktabdan haydashni yaxshi ko'radi. Urishqoqlarni ko'rsa maktabdan haydaydi. Ha, mayli, bo'lmasa shunday qilamiz. Ularni ustidan turgandek qilamiz, izolyatsiya qilamiz. Ha, meni tushundingiz. Xo'sh, bo'lmasa nima qilamiz? Hozir oxirgi soatimiz tugadimi, Yorqin? Ha, oxirgi soatimiz tugadi. Endi ketsak ham bo'ladi. Yuringlar, ketdik. Xo'sh. Do'stlarim meni. Bolalar, bo'pti, bo'lmasa hali kechki paytroq yozsanglar telegramda yozaman. Bo'pti, Redder, ko'nikib ketasiz bugungi ishlar uchun, xafa bo'lmang. Ha, rahmat, xafa emasman. Yorqin, menga yozib yuborarsan. Xo'p, bo'pti. Xayr. Do'stlar, maktab. Tezroq borish kerak uyga. Xudoim, garajlar nimaga mana shu garajlar? Mayli, bo'pti. Hech narsa qilmaydi. Juda charchadim, uyga kirib yotsam kerak menimcha. Oyoqlarim og'riyapti. Uyga kiramiz va tepaga chiqib, xo'sh, ularni joylash kerak. Menimcha darsim ozgina qilsam yaxshiroq bo'lardi. Dadamga ham aytib qo'ymadim kelganimni. Xo'sh, mana shu hisob turing, mayli, dadamga aytib yuboray. Dada, men keldim. Qalay borib kelding o'qishga? Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi, rahmat, bo'pti. Mayli, bo'pti. Bu darslarimni qilib olay. Bugun bir dars qilgim kelib qoldi. Xo'sh, o'tiramiz. Svet yoqib ish yozamiz. Kitob